Onun kaşığı barayım. He? Esfer ağine, kızlar da saklap get. Çapsan barayım. Ha? Bir Allah kılayım. Hey, saat neçe oldu? Ulan hecep gelmedi. Şunu deyim, ben hiç gelmeydi o. Hey, ana, ulan geldi. Ha? Hey, ana, kesin la o. Şu an etmezsiniz, kutlasın la. Kızcaklar, keçin onlar. Sizlerni bek sakıltı ettik, ha? Şu ana klub aldırak yasanlar bulmasın. Sizler bilen görüşke aldırak çeçimden tarmayı çıkansın. Çeçinizi tarımısınız mı? Şundak çıraylık durmam siz, ha? Hey, ili, dokulat ne yiyiz, buldun mu? Nime? Ekle gör bakay. Kara. Oo. Eleymiş bu Türkçesi bilen muhabbet kıt yazsa vayıga yetkizip et gider. Kızlar, biz boyun bir işqa tutuş kılıvatımız. Siz nima ondaq boş çağlamam. Men usul mektebide okuvatkan çağımda bir ketim imtihandı muallim sanat degen nima deb so'radi. Men onunğa sanat degen eng yeni, eng saf hava. Adam bu havadan nefes alsa, tenleri yayrab ketidi deb javob bergandim. U menga 100 numar qo'ydi. Sevimlik münevver. Eğer men o'qituvchi bo'lgan bo'lsam, bu javobingizga 50 numar qo'ygan bo'lardi. Qolgan 50 numarni yuzidagi ameliyatingizni qarab, andin qo'ygan bo'lardim. Xudoga shukr, helim sizdek o'qituvchi uchrab qolmabman. Bo'lmasa maktabni bitirmaskanman. Biz rasmini tövenge oyun qo'yib baramdik. Ayni chog'dagi dollarliklarga o'xshash yezlarda oyun qo'ymizmi? Bu pek yaxshi bo'lg'idek. Ayni chog'dagi dollarliklar yurt kezib, amma iching cho'nqur cho'kib bularga oyun qo'yib degan. Nima degan yaxshi? Bularning hammasi dokladga yiziqliq. Biz hozirli berib, boshqa bilan ko'rishaylik. Bu gapga sizlar o'zaro maslahatlashib, tövenge tushib, oyun qo'yib kelmoqchi bo'libsizlar. Biz tehi öməkni bir yıllık kötüre almoqchi bo'lyapmiz. Mondaq danglar. Sizlar tehi öməkni bir yillik ko'tiraga almoqchi bo'lyapsiz. Bo'ladi, o'tiringlar. Qo'shilamu. Biroq biz cho'ng tipdagi bir operani repet qilmoqchi bo'lyapmiz. Rejissorni mo taklif qilib bo'ldik. U baytin kaptgan uning bilan ko'rishdim. U nayt tajribali, qobiliyatli rejissor ekan. Tushundinglarmi? Men tehi Rasxod to'g'riliq yuqorg'imi iltimos qilib qo'ydim. Bu o'yin uzun qolmay. Xalq teatrxonasida omma bilan yuz ko'rishidi. İşlerimiz o'ngishli bo'lib qolsa, chet ellarga olib chiqamiz. Yaxshi. Pek yaxshi bo'pti. Agar chet elga chiqib qolsak, nurg'un pul topqili bo'ladi. U chog'da men sizlarni chet elda rosa o'ynatib kelaman. Qanday? Öməkimizdən mədim o teatrın tayyorlig'idek siraychi bo'lsin. Gap qila. Başla. Bu xil cho'ng tipdagi operani o'ynash uchun tövenge tushib, turmush o'gilib kelishimiz kerak-da. Başliq, biz tövenge tushib turmush o'gilib davatimiz bu degan yaxshi ish. Siz bizni qo'llashingiz kerak. Öməkimizdə odamlar ko'p, bir nechimiz kam bo'lib qolganga hech narsa bo'lmas. Başliq, biz agar tövenge tushib chiniqmaydigan bo'lsak, o'z kasbimizda qandaqmi ustuq qazana olaymiz. İşingizni qiling. Qadrlik başliq, bizga
bir ruxsat qilsangiz. Men öməkdə daim qo'shimcharoz ilayversam, bir ömür o'linamaydigan o'xshayman. Ay, ne bilen davatken dolqon. Anlasam senin kız dostun barken, o tek gizitxanıda muhbirken o. Bilmaydigan o'xshaysiz. Men onundan ayrılıp ketgili 1 yil bo'ldi. Ayrılıp kettin, nima ayrılıp kettin? Uy bo'lmag'achqa, pul bo'lmag'achqa. Bichara pul yo'q, ayrılıp Ha, ketdi. bo'ldi, ko'nglingni yerim qilma. Sen texi yosh qo, ha? Meni yosh dedingizmi? Men bu yil 31 yoshga kirib 1 oylik ochdim. Ha, bo'ldi. Öz gipimizga kelayli. Sizlar hammanglar rayonimizdagi 1-darajalik artistlar. Sizlar tuvang tushib o'yin qo'ymiz deb sarson bo'lib yursanglar muvofiq emas. Hay, başlap bu nima deganingiz? Yeningizdagi talant usul artisti Asqarni ko'midingizmi? O bizga asharat qilsa bo'ladi. Ishonchimiz bor. Uning ustiga tuvanga tushsak, pul topa olamiz. To'g'ri. Pul topa olamiz. Bo'ldi, vaqtrashmanglar. O'tiringlar. Gullar, bu yoqqa. Dadingiz tekshirishdan yenib keldimi? Pul so'rab, iltimos yozib qo'ygandi. Men uyga qaytmag'ili necha kunlar bo'ldi. Başliq, biz her yili devletin pul ileyiversek bo'lmaydi-da. Biz ömegimizni tashkillab tövelerde oyun koyup pul tapsak özümüzden bakalayımız, ömekten pul tapşır alayımız. Yani tehe devletimiz yük bolu olmayımız, bizge ruhsat kılın ha başlık. Başliq. Bo'ldi, vaqtrashmanglar. Sizlar meni yuzini dapda qilib yuqurdim pul so'rash amroq deb o'ylamsizlar. Ems qanday qilamiz? Qahvaxona, tansiqxona, kino, televizorlar bizni tomoshabinlarimizni tortib oldi. O'yin qo'ysak hech kim ko'misa, men qaysi pul bilan sening maoshinglarni taqdiman. Albatta, yoshlar yengillikka intiladi. Balkim sening digininglarmi to'g'ridir. Ko'tiraylish ishiga kelsak, bu to'g'rida qiladi. Men fikringlarga qo'shildim. Men qo'ydilar, nima qilasizlar? Men degan o'mak boshlig'i. Bilishinglar kerakki, men texsizlar bilan o'lchamlik to'xtam tuzuman. Elbette toxtam tüzümüz, siyaset boyunca ömek bilen iqtisadi toxtam tüzümüz. Olur. Hemimizden ittifaqlığımız üçün, muvaffaqiyat qazanışımız üçün, yana baxtli bo'lishimiz üçün. Kötüreyli! Qani, ilallah. Qani e'lonlar. Ko'p ilallah. Hay. Ko'taraylik. Ali. Ben siz bilan bir necha. Qani ko'taring. Oo. Qoldirmang. Ali, bu yoqqa kel. Rahmat. Yura. Yura. Qani chala. Şimdi belki bu kesim oyunumuz çok muvaffaqiyatli boludu. Meni qo'sha. Yaxshimisilar? Yaxshimisiz. Mana TV'den 4 botulka bering. Mana. Hay. O qizga kim kiyib olgan taqir bosh bola, yiliq kinodagi Mehmet shumi? To'g'ri, dal o'zi. Afer qilasiz. Televizorda deb o'ynab chiqqan shu bu. To'g'ri, topdimi? Shunda qizchaqlar, men bu televiziya teatrida ro'lagan, bizga alaydi mehmonlar kim? Biz endi yezdaga oyun qo'yish uchun maqsad. Pulumizdan bor, shu ki. Xon qizlar, bizga shunda qovurmalarni ep chiqqanda bahada ancha-muncha e'tibor qo'yapti. Rahmat. Bir pulni ortib beramiz. Rahmat. Rahmat. Mana bering.
Qaranglar. Ana, mening hunurim bo'ladi ekan. Ular bizga bir saloni to'q qilgan bo'ldi. Yaxshi. Hey, kelin, qop, gapsan Juma. Bayağı küçük kızgı gap qilganda ko'zlaring o'ynab ketdi. Ishqilab burilib tonishamsanlar. Ha? Qizlar, mening bu bir jup sehrli ko'zimga qarslar, menga taslim bo'lmay qolmaydi. Mana bu mening birdan bir aloyidligi. Mana tamoq keldi. Hey, Ali, bak gel. Ulan. Hey, aldırma. Pul yetemdi, yetmemdi. Birodarlar, pul degan mana. Bugun men sizlarni mehmon qilay. Ning kerak bo'lsa davrillar. Yuqorimidan yana bir ishkini buyurtaylik. Tashkamning puli ko'p bo'lgandan keyin nima asray qilaylik. Bu 2 yilning yog'i tapovuting yaxshi o'xshamamdi. Ha, emas. Qani o'tir. Kerak. Ben 8 karar milliy müzik ögünüş kursu açtım. Dastlabki qarorda aram 1dan 2gacha bola bor. Keyin 20dan 30gacha ko'paydi. Bu holatni ko'rib xushib ketdim. Ular uydansizmi? Albatta. Men 2 yildan beri bir kunmi baxmadim. O'quvchilarimning ichida shunday aqlli 2 bola bo'ladi. Ularning biri teki Beijing san'at maktabiga imtihon berib o'tdi. Qaranglar, bu bola aran 12 yoshga kirdi. Buni men yangidan qabul qildim. Uning ismi Hasan. Chaqmoq usulni shunday yaxshi o'ynaydi. Agar Hasanni umiginglarga qo'shib oldigan bo'lsanglar, tapovitinglar hasilab oshidi. Kela Hasan, ularga bir o'ynab bergin-a. Ma'qul. Yaxshi Pek yaxshi o'yinding. Qaysigan senjimi? Agar umiginglarga odam kerak bo'lsa, men bilan Hasanni qo'shib olgan bo'lsanglar. Sizlar yezlarda o'yin qo'ysanglar, mening alohida mahoratim bor. Men do'lan avlodi. Men mashrab naqshlarini yaxshi aytaman. Dadamning ismi Ahmet. Ahmet degan bu odam o'z vaqtidagi do'lan san'atkorlarining ustozi ekan. Men xili burunli bovamdan bu hurmatga sazovor ustozning ism sharifini anglagan. Tashakka, siz asli uning o'g'li ekansiz-da. Biz cho'qim yuqoriga iltimos sunib sizni bizning umigimizga qatnashtiramiz. To'g'ri. Tashakka, men sizni tabriklayman. Ishonmanki sizning vakilligingizda do'lan naqsh ustlari cho'qim bizning do'lan o'yin qo'yish atirtimizni yo'l ko'rsatish nurliq chirig bo'lib qoldi.
tanışımız gerek. Hey, Asqar. Bu melodiya bo'ladi ki. Ha. Qarab boqay. Opa, tecekni. Gep anla. Sen bile oynayma. Makul. Hey, Harveydeşini bilemse. Mening ismim Hey emas, Ablajon. Ablajon, Harveydeşini bilemse. Albatta bilaman. Sen şehirlikmi? Nima qila olaysan? Men naqsh ayta olmayman, usul o'ynay olmayman. Ber o'tirib. Kel. Ber o'tirib. Cho'ngana, ber o'tirib. Astrak. Biz avtonom rayondan kelgan o'yin qo'yish atirdi. Sizlarning muzikanglarni anglab boqayli degandim. Biz talangan nomerlarni tayyorlab, keng xalq omisiga o'yin qo'yib beramiz. Shundoq. Cho'ng ana, sizlar qaysi ketdin, ha? Oh. Sen nereden geldin? Sen nereden geldin? Ben intayin yiroq tog'liq kentdan keldim. Tong atmasılı yolga chiqqandim. Men yana eshigimni oram oldirmasam bo'lmaydi. Kechda yana uyga qaytaman. Kechda yo'lga chiqsam, erta kun chiqqanda ora yetib bora olayman. Sen cho'la yiroqma? Sen bek yomon kelsaydimi? Shapkang bek chiroyli ekan. Buni atrof boshlig'i oylab bergan. Sen uyingga berib, mushundaq shapka kiyib ol. Haqiqiy muqam degan mana shu. Buni biz darhol notiq el bilishimiz kerak. Har biringlar birdan odamga qaranglar. Diqqat qilinglar. Agar to'liq notiq olmaydigan bo'lsanglar, mendan azminglarni aytsin. O ayolning yolg'iz kuch muzikasini sen notiq qilib ol. Ma'qul. Hey, o ayolni qo'rqitib yotdingizmi nima? Ular davomlashtiraversin. Davomlashtiringlar. Opa ketardi. Demak, siz menga deganda sirkilib ketishdan qo'rqmamdigan. O ayol g'ejekni bek yaxshi chaldi ekan. Biroq uning yeshi bek cho'nkan emasmi? Yo'q, agar heliq bola uning o'g'li bo'lib qolsa, uning yeshi ko'p bo'lgani 25-26 ladi bor. Gayet yaxshi o'yindinglar. Bu zalni bek chiroyli topsizlar. Raqda. Haqiqatan chiroyli hisobsizlar. Bu zalni texi o'tgan yili soldik. Bizning bu yerdagi odamlar yildan-yilga berib ketyapti. Bu zalda har kuni degidek kino qo'yildi. Yana texi doim degidek teatrmi o'ynaldi. Natijasi bek yaxshi bo'ldi. Shunda, bek yaxshi bo'ldi. Ularning hammasi tomoshabinlar yoqtirib ko'radigan san'at numurlari. To'g'ri aytdingiz. Buningga yana bizning hozirgi zamon naqsh usullarini qo'shadigan bo'lsak, bu chaqda bizning bu o'yin qo'yish atritidagilar sehri cheksiz yangi do'lan san'atkorlar bo'lib qolamiz. To'g'ri, yangi do'lan san'atkor bo'lib qolamiz. Shundala biz janubning butun yezi qishloqlarini aylanib shu yerdagi yosh qiyri qiz yigitlarning qizg'in olqishiga erishimiz. Yaxshi bo'ldi. Ben davzırdım divani kızım Gözüme delhameti divani kızım
bugün havanı yemedim uçup çıkışken. Hey, gipimi ala. Bo'ldi, iftahlan amanla. Ziba, Ha? siz sen bile bir yatak setim. Mana. Maqul, ötürət başlığı, mən digə oğul bol tursam. Adam bilan bir yatak yatsang, o senin kırqatlarını şüphemendi. Bo'linglar. Hammasiga ikki qizlik uy ekan, tozliq uyim bor ekan. Bu yana sharoitga shaharniki yetish olay debdi. Yaxshi. Qarashmi? Ikkimiz qachonmi bir uyda turamiz. İşimizni qiling, ha. U yer o'yin qo'ydigan yerga yaqin tursa, bu yerga kirib nima ish qilamiz? Hech tushunamadim. Pul topgandikan mevzni chaqmamdiq. Nemishki bundaq ixtiborsanlik qilib ketimiz. Agar men asqarim demigan bo'lsam, bu yerga hargizmi kamigan bo'lardim. Hey, qo'y keldi. Bu qo'ylarni nechidan olding? Bu qo'yning har birisi 100 qo'y ekan to'q. Men qo'y sotadigan odam bilan do'stlik qildim. Shunga menga 80 qo'yga tushirib berdi. Bugun kechda bu qo'yni bo'g'izlab kel, ha? Bo'ladi. Sen eski xo'jalik bo'limining boshlig'i bo'lsang bo'pti ekan. Bo'ladi emsa, bu qo'ylarni olib beraylik. Ko'pchilik o'yinni yaxshi qo'ydigan bo'lsa, 2 kunda shundoq bir qo'yaymiz. 2 kunda qandaqmi bir qo'yni yeb o'g'li shuni deyman. Xotirjam bo'ling. Men Xilil Dolqun ikimiz bir o'tirishimizda bir qo'yni yeb talaymiz. To'g'ri. Samirib yo'lmi mamay qolamiz, ha? Shunday gap bu. Qanchadan olding? Uzunlik telefon kapta chapdan bor. Qanchadan olding? Nereden kelay? Ağaylar, sizlarga desam, bu bir söz şaptılni aran 3 qo'y 3 mo'g'a oldim. Oh. Hamma o'ytirsa, bu yerda 5-6 shug'ul turibsiz-ku. Xuddi Dihanning o'zini Bu qo'yibsiz. hamma rahatlanib qoldim. Asqar, bugun qanday kun bilamsiz? Men 25 ta. Ha, men degan jiq. Elam. Ayting, bugun qanday kun? Bugun degan sizning tug'ilgan kuningiz. Buni unutib qoldingizmi? Ha, mening tug'ilgan kunim. Rahmat sizga. Qani sana bakay. 1, 2, 3, 4, 5. Ajiba meni rostla kechirmamsiz. Undaq qilmang. Men sizga aytdim-ku. Ikkimizning mijoz kelishmaydi. Biz faqat do'st bo'lib o'taylik. Kirgan tug'ilgan kuningni cho'ng o'tkazishing kerak. Shunga bir qo'yni so'yib yeylik. Tashqini. Tosh, bir yash pivo akasin. Yo'q, qahva bilan Coca-Cola akasin. Oshxonada qo'ng'irga olib qilib yeylik. Qanday dedi? Asqar, Ömək başlığının telefon kaptı. Tut bakın. Unda emas bu. Ömək başlığının telefon kaptı mı? O senin tug'ilgan kuningni tabriklab telefon urgan o'xshaydi. Hey, Mahmud! Anlasa oyunlar zor alıştı erişipti. Sizler bugünümüz için şan şeref keltirdinlar. Sizlerini tebrikleymen. Menimce kırmızılarımı taza yakışıdı ha? Shundaq. Doktan boyunca kılan kırmızıların bir kısmını bizge tapşırırsızlar o deymen. Ömrümüzge yığdın çalığa soptura almak istiyor. Pulni tezroq avatmagan bo'lsanglar. Boshliq, biz tehi o'yinni yaqindala boshladik. Tehi pul topamidik. Bo'ldi, tezroq avat beringlar. Boshliq, bu Biz tehi yuqorqi topshirig'idek pul topolmagan tursak. Topdik, biroq hammani hajlab bo'ldik. Eng yaxshisi qo'ylarni setaylik. He? Bu qo'ylar qanchalik pulga yaraydi? Pulni deb qo'sig'imizni osh qo'ysak bo'lmaydi-da. Uning bilan korimiz bo'lsin. Emasmi? bo'lmaydi. Biz degan jahon kesib yuradigan do'larliklar emas. Davlatning kadri. To'xtam bo'yicha pul topshiraylik. Hey! Boshliq! Boshliq! Bu yerda tomoq etsak bo'g'idak. Mana bu yerda. Hey ko'pchilik, mana bu yerni hojatxona qilsak bo'g'idak. Tomoq yeb bo'lgan ekan, bu yerda aramasak bo'g'idak. Hey, bu kirib qarab berib. Bu oyni ambar qilib nas keraklarni musha qo'ysak bo'g'idak. Rapidni o'ylida ip basak bo'g'idak, ha? Mana bu bizning hujrimiz bo'lsa qanday? Boshliq, bu uylarni Xudoyim bizga berdi. Ish tarafda ishkir tashqar ikki qiz uy bor ekan. Ayollar ishini yotsin. Xatar bo'ladi. Bu
Bu öyle. Bunu bu dedik ya. La 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 la. Rastımını etsem bu öyle kişi gerekken şundaqtım o şey turmay amal yok. Bir kalıp öyle emesmi? Kandak kıyçılık Şu boşa emasmi? canım gitaleymiz. Şundaq qilayli, hurmatli boshliq. Biroq kechida hojatxonaga chiqmoqchi bo'lsak, qandaq qilamiz? Buna ait asan iş bu. Eğer keçide sırtı çıkmak bolsanlar, işini çekip meni çakırsanlar, mesele bilen birge çıkma. Siz bilan birga chiqmoqchi bo'lsangiz, jinsingizni o'zgartirib kelsangiz bo'ladi. Agar kechida hojatga chiqmoqchi bo'lsak, biz qizlar bir-birimizga hamroh bo'lib chiqsak bo'ldi. Ne oldu? Ha? Ne oldu? Dur ola. Yılan bakın ko. Ne iş oldu? Yılan. İhtat Bu öy yılınken adem çakmaydı o. Rostunu chaqmanda. Bu yılan kaldırgan izken. O ya karangla. O küçük yılan. Bu çoğun yılanın oğlu. Bu öyünün içi bekli kızıp gitti ko. Aka, qo'rqotinsa? Bu öyde kızlar turşu bolmağı dek. Qanday qilamiz? Başka amal kılaylı. Bu ömekmi tosi qiziqkan. Biz o'zimizni o'zimiz boqqan ekan bo'lmadimi? Yana idora pul to'lab nima qilamiz? Endi bunchalar pulni nereden topamiz? Alqinimizga kirib qolgan pulning hammasini xashlab bo'ldik. Hammani qilgan o'zimiz. Obdan bo'pti. Yilon keldi. Hammani qilgan siz. Va pulning hammasiga qo'yilib, esli yasoqlar yetib, yeb ichib tugatdik. Endi idoraga nimani topshiramiz? Şaptını ekepmese, bağ doldurup yegendek yeysiz. Hem de kuruk ketmez kılıp, amal tepin. Aka, qara. Başlık, pul tapadıgan bir yakşı amal var. Kuşlamsız. Kenda paqa. Köpçülükten sonra bakay. Hazır yezlada kim en bay? Kesbi aile. Kesbi aile bilan bizning nima munosabatimiz bor? Yezdagi birasi bizni uyga taklif qilmoqchimamdi. Toğra. Bay men bir dikkan bilen körüştüm. Onu Yantağlı kentideki Dopitikiş kesbi ailesiyle ilat etken. Ular bizni bir meyda oyun koyup depti. Yan dağlık kenti. Uya kayadiken. Bu yerden 100 kilometreden çıkırak gidendiki, dadamның et berişçe, üyege beriş için bir tağ, bir cılgıdın ösek andın var dikeniz. Şununla dikkat kılışınla gerek ki, o yerdeki ayarlarının hemmesi yüzüge çümbel tatıp aldıken. Tolumu sırlık gel. Şundan qaraganda ula bekli çıraylı qo'shmanda. He? Tezroq qo'yaylik basa qanday? He? Yuringlar. Undaq bo'lishini atayin. Ular chiroyli bo'lmag'achqa yuziga chumbal tortib olgan gap. Shundoq. Jahonni faqat sizlar chirayli. Chiroyli. Bo'ldi qilinglar. Talashmanglar. U yerdagi ayollarning sat chiroyli bo'lishi bilan sizlarning nima ko'ringlar? Meningcha pul topqili bo'ladigan ish bo'lsa, qancha kishira, qancha chat bo'lsa, shuncha yaxshi. Undaq yerlarda pul xashab yurmaymiz. Birar ming qo'y tepib olsak, idoraga topshirganni topshirib, qolganini o'zimiz xashlamamdiq. Balkim u yerga berib, nurg'un pul tepib kelamdiq texi. Boshliq, bir qarorga keling. Bo'ladi, shahardan yiroq tog'liq kentlargacha berib o'yin qo'yish bizning vazifamiz. Biz yan tog'liq kentdagi kasbiy oiladagilarning taklifiga binoan uyaga berib o'yin qo'yib. Nimaga vaqiraysizlar? Hammalar to'xtanglar. Nima varantura qilibsizlar? Kentimizga o'yin qo'ydiganlar kagidek buva. Mama. Buva demay. Tag'ada. Baya nima dedin ha? Tog'a, kentimizga shotxo'ram do'lan o'yin qo'yish atiribdi kagidek. Yo'q gapni qilma. Hozir nadimi o'yin qo'ydigan do'lonliqlar bo'lsin. Bu degan 30 yilning oldidagi ish. Ha, sen haqiqa bu gapni qilib nima qilaman? Bo'ldilar. Berib o'yinini o'ynash. Bak. Rosta o'timi? Shu emas. Hey, qaranglar, u yana Oyshaning yoniga ketdi. Ayşem bu yıl oran gidildi. Hozir shikayat xotin uning qandaq munosabat?
Aval çimdidan anı tatip edip andın bu sualını soranla. Oyun qo'yish akıttı rakitaga o'xshaman do'st baraydi. Sen qarayli. Huş! Şu! Huş! Şu! Şu! Huş! Toxtağına! Şu! Şu! Toxtağına oturma! Şu! Hey hey! Bu iş tez yugurab nag bor etsin. To'xtashda o'tma. Kent boshlig'i Oyshan taklif qilgan o'yin qo'yish atritiga kelibdi. Ular o'yinni hozirgi boshlig'idek. Shunda biz ilgiramay qolamizmikin deb aldirab ketyapmiz. Cho'q! Toxtağına da oturma. Toxtağına! Bu menişinlarda yantaqlı katta tağları titrep ketdi. Yer yüzü yerilip ketdi su yana. Bekle! Bekle! Erteden kechgacha ot uloqlar bilan birga bo'lib, xuddi hayvonning o'ziga o'xshab qolsa. Tag'a, boshlang'ich maktabni bittaginiki 5-6 yil bo'ldi. Mening ishlarimga asraqmi ko'ngil bo'lmadingiz. Shunga men o'yin qo'yish atritiga yordamlashamga degandim. O'yin qo'sh atriti bilan koring bo'lmasin. Hamsi men Yavatqining, kichvatqining nereden keldi? Bir necha kun ishlarimga yordamlash. U yer bu yerda yurib, yuzimni to'kirgan ishni qilma. tag'a, meni o'zingizga katib qilgan bo'lsangiz yaxshi bo'lardi. Undaq bo'lsa bir necha kun ifodangga qarayman. Bo'ladi, men cho'qim yaxshi ishlayman. Keldingizmi? Mayli. Bu nas bosgan o'yin qo'yish atritidagilarning kasofatidan kentimizdagi kishilarning tamkinlik, salobatligi yo'qolib ketdi. Bo'libmi ayollar? Ulan hammasi oshiqlardek bo'lib qoldi. Burroq shundoq bo'lishini bilgan bo'lsam, hali xotinning gapiga qo'shilmaydim. Ber, qarab boqay. Bu xotin hozir nima ishlarni qilyapti ekan? Chu! Qo'zichoq qo'rqmag'in. O, shepkan undaq chiroyli, ha, akala? Dakar faqay, ha? Vah. Hey! Apang qani? Kent boshlig'i tog'a, hammanglar meni haydaydi ekansizlar. Mening ismim Oblajon. Nima undaq to'la gap qilgandi bu? Hamsa, momang qani? Momam bozorga nayoq turg'ili ketdi. Apang heliq ayollar bilan nega ketdi? Opam u ayollar bilan yilla sirtga chiqib ketdi. Apang chiroyli yasinib chiqib ketdimi? Shundaq opam chiroyli yo'sinib, qoshlariga o'sma qo'yib, heliqi shahardan kelgan o'yin qo'yish atirtini kutib olg'ili chiqib ketdi. Bildim. Kent boshlig'i keldi. Bu yoqqa kelma. Kent boshlig'i o'yin qo'yish atirtidagilarning keladiganligidan xabaringiz borku. Men ularni yo'lni topolmay qolamdikin deb ansirab oldiga chiqishim. O'yin qo'yish atirdi. Ular kelmay turib kentimiz xuddi qaynayotgan bir qozon sho'rpiga o'xshab qoldi. Unutib qolmang. Siz degan erdan ajrashgan bir ayol. Biroq ularning oldiga chiqishimga o'zingiz qo'shilgan-ku. Mening siz yanlardan bilan qaytib ketdim. Sizning bu kiyinishingiz, harakatlaringiz salohiyingizga faqat mos kelmabdi. Men sizga yaxshi bo'lsin deb shunday tortman aychi. O'yinimizni ko'rish uchun necha 10 kilometr jiroqlikdagi yezkan odamlari bu yerga yig'ilishdi.
Bunun bilan bu chat ham uzun yil bekinmichilik holatda turgan Yantog'liq kenti odam dengizga aylandi. Köpçülük, timiz. Temizler ola. Köpçülük, timiz. Timiz ola. Köpçülük, timiz. Timiz ola. Timiz ola. Yaxşımsan. Yaxşımsız. Yaxşımsız. Yaxşımsız, yaxşımsız. Bu çeçiniz rastçaşmı, yalğançaşmı? Bu degan yalğançaş. Bu ulg'ançaş. Jiddiyleşme. Tushundim, xotirjam bo'ling. Bizni taklif qilgan yiliq ayol kammidi ku. O'yinimizni o kelgandan keyin boshlamdik qandaq. Albatta saqlaymiz-da. Bo'lmasa bizga pulni kim berdi? Boy men so'radim. U cho'qim keladi ekan. Biroq men uni tonimayman-da. Mana shuni qaramam degan. Jiran kiyimimizni yangilab olaylik. Hasan, taş mikrofonum aldı. Hasan, mikrofon uning bagiga. Atrofdaşday mana. Ko'pchilik o'ltiringlar. Ko'pchilik o'ltiringlar. O'ltiringlar. O'ltiringlar, hey! Sevgilar o'ltiringlar. O'ltiringlar, o'ltiringlar. Timiz. Apa, qarang. Dal o'zi. Asli u mushkentlikanda. Nima deb taklif qildi kelibdimi? Qarag'anda u mushkentlikka alohida shaxs o'xshaydi. U kent boshlig'ining ayoli o'xshamamdi. Tag'a. Ha? Nimish? Meni oldinglarga opam avatdi. Opam sizlarni qanday ishi bo'lsa meni izlasin deydi. Hali kichik akashning naqsini pekmi anlig'im batdi. O akash girim qilyotdi. Opam gap qilishni bilamda. Opam 25 yoshga kirgan tursa nemishga gap qilolmag'idek. Rasl shundoq ekanda. Opam qani? Kenet boshlig'i Abdulla tog'am opamni elib ketdi. Mundaqda. Sizlarning o'yininglarni opam o'rnida men ko'raman. O'yin tezgandan keyin opam meni ag'ili keladi. Appa hukam, o'yinimizni apangning o'rnida obdariq ko'ygan. Apang kelganda uningga o'yinimizni bek yaxshikan deb qo'ygan. Uqdingmi? Uqdim. Qara, o'yin boshlandi. Ehtimal o bizden pulni ko'zlab kelganligimizni bilib qolgan o'xshaydi. O qo'lidagi pulni tortib olishimizdan qo'rqib, birga mumkin bo'lgan gap. Bu unda qachon ish emas. Askar, bu yerga bir dehqondan anglasam, 30 yil ilgari do'lon san'atchilari bu yerga kelib bir maydon o'yin qo'yib bergan ekan. Ana shundan e'tiboran bu yerga o'yin qo'ydiganlar kelib boqmabdi ekan. Kent boshlig'i kamiga o'xshaydi. Ha. Mening nomerim keldiganga yana ozroq vaqt bor ekan. Men kentni oxlib kelayman. Ha? Ma'qul. Kim? U yerga kim? Qo'rqmang. Siz kim bo'lasiz? Nima ish qilib yerim yukinib yurisiz? O, sizning yaqinligingizmi? Qo'rqmang. Mana, eling. Hey, qochmang. Qochmang deyman. Ha?
To'xtang deyman. Qochmang. To'xtang deyman. O zot kimdi? Agar bugun kechki o'yinimiz bu yerdagi ommani hayajonga solalsa, ular bir sahnaga chiqib biz bilan usulga tushsa, u chog'da bu nomrod kentga pekah kelgan bo'ladi. Qarang, ularning turpiga xuddi yog'ochdek kulishni biladi ekan, sahnaga chiqib usul o'ynaydigandek qilmaydi. Ularni bosh chaqlamoq, ularning ostidagi yoshli cho'nlari ayni vaqtdagi do'lan naqmalarini ko'rgan. obdan tushunib, ular odamning bosh birisi bo'ysunmaydigan bir to'p yavu otlar. Balki chiqimni qolmay, ular bizning kentni o'ngdimda qilib o'tishi mumkin. O'chaqda men kontrolligim yo'q edim. Onun ustiga hali to'p tikish korxonasidagi nurg'un ayollarning eri yo'q. Kent boshlig'i. Anglasam, Nahiyaga shahardan o'yin qo'yish atirib ketdidek, ular muqam eta oladigan odam evatib, ularni bizning kentga kelib o'yin qo'yishga taklif qilsak qandaq? Bu o'yin qo'yish atirdi bizning kentga xo'shallik olib keladi. Ma'quldami? Ular o'yinni bekor qo'ymaydi. Siz menga bergan hali pulni ishlatmay saqlab qo'ygandim. Amsa, bo'pti, ha? Uy. Qandaqroq? Meni kechiring. Ishqisi yo'q. Ishqisi yo'q. O'z vaqtimda bo'lgan bo'ldi. Qandoq bo'lib bu ayolni kelib kirib, bu yavoylarni bu yerga taklif qilgan edim. Bularning o'ynaganlarini sen atdigili bo'ldi. Bular ayinchadagi do'lon nag'imlarini qo'liga sumib qo'yib bermaydi. Men atla bularni kendimdan haydab chiqaraman. Kemik başlağı. Haqiqiy do'lon nag'malar butunlay tugishibdi.
Çıkınlar, çıkınlar. Lan oynanlar, ha? Çıkınlar, çıkınlar. Ha, oynanlar. Bu yak, oynanlar. Ha, yine takılar, sizlermiş oynanlar. Ha. Xo'shal xo'ram piyqirab yuryotamdigandi. Men o'zimni zaylab turayotganimni his qilyapman. Xuddi bir parcha istak, bir damlik shamoldek, chachma gul bergusidek. To'xtab turma. Hamma odam usul o'ynayotsa siz nima deb ketasiz? Ismim Asqar. Mening ismim Oysha. Bu yerga bizni siz taklif qilgan-ku deyman. Shundoq. Bizga xo'shallik etganinglar uchun sizlarga rahmat. Na, sizni usulni tartsam bo'ladimi? Albatta. Albatta bo'ladi. Beni merhamet. Bekri. Ma, ketimiz. Oy, tağa qo'zg'ildak og'rib ketdi. Oy, ma'mayaptim. Uni usulga tatadiganligini biletdim. Men buni alibrim paras qilgan. Asqar bu sahrolik xotinga nima uchun qilib ketadigan-da? Asqarmi hozir bir ushmi ko'ringan. Bu nima deganingiz? Nima da'vat qilgimchi? Bu kasbiy oila bilan munosabatni yaxshilamasa, uni olgan pulni qanday qilamiz? Sizningcha, menmi ujmi ko'ngilmi? Siz ko'ngil degan narsa yo'q. Hey, menada. Avvalgi yepinchoqli odamni ko'rdingizmi? U mushkantdan boshlagan. Siz berib uni usulga tortib o'tirib tushiralım. Sizlarning mushunda xiyolinglarning borligini biletdim. Bo'ladi. Qarab turinglar. Hey, menada. Buni qilsangiz bo'lmaydi. Sevimligim, siz qachondan beri meni boshqurmagan bo'lib qoldingiz? Siz eng yaxshisini yaxshingiz aytdim. Bu o'zimning ishi. Ha? Ma, ber, usulni o'yna. Qo'la, tez bo'l. Hey. Hurmatli kent boshlari, o'tdek uliq kelyotidi. Qalig'idek o'tin bo'lmasa, o't o'tib qolmasa yana, ha? Siz burun ahmoq yetgansiz. Faqat ojiz kishilar bir umr hasrat chekib o'tadi. Faqat haqiqiy erkak bunda xo'shallik kunda o'zini namoyon qilishdan voz kechmaydi. Voy 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 voy. Voy 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 voy.
bu yerdeki tomoshabinlar bek yaxshi ekan. Shunda. Qanday? Yaman ekanman. Unaqa bir ishga g'izgat qilibla usulga tushirib Yulinglar, qo'linglarni yuvinglar. Bek yaxshi bo'ldi. Men teatrxonadagi bunda qizning kayfiyatini faqat ko'rib boqmagan. Qo'limga dodni olganda azalda bunda hayajonlanib boqmagan. Bugun qo'l barmoqlarim o'zimga bo'ysunmaylik. Asqar, biz bu yerda yana bir necha maydon o'yinni ortib qo'yaylik bu kentga, ammo bek yaxshi ekan. Sen bilib bering. Gülnur to'g'ri deydi. Biz faqat to'yinlar saniyatimizga mol oziq to'playamaymiz. Bir necha kun ortiq turaylik. Shu vaqt tomoqlarga mana men kepir. Ana yaxshisi bizga beradigan pul chapsara qo'limizga tegsi bo'ladi. Qizlarga o'xshab qolsa. Askar. Askar, qara. Bizni taklif qilgan yiliq ayol kelibdi. Oldiga berib, yiliq kundagi hisobotni qilib tay. Hozirlik qilamdiq. Oldimizga o'zi kelibdi-ku. Berib qo'limizni tanlab boqaylik. U bizga qancha pul beradi? Uqmadim. Hasan, bu yoqqa kela. Asqar akani ko'rdingmi? Dana, onun bir çok qara. Maqam. Maqdam. Bu yoqqa keling. Nemish? Aytib. Yaqinroq. Meni avvaldan sizga yeydigan nurg'un narsalarni tayyorlab qo'yibdi. Mangim ozroq ip qo'ying. Baykan on şu an. Bu yoqqa kel. Men chiqib boqay. Hey, bo'ldi oqsoqolqa menga. Bechillik ayolga. Men sizlarga yana bir qatam rahmat aytaman. Bo'ldi. Tuz qilmang. Sizga ko'p rahmat. Meni chiqo'y. Asqar. Bu sizlarning 2 kunlik o'yin qo'yish haqqinglar. Qani, qabul qil. Bu Eling. Hey. Bizga qancha pul beramiz? 100 qo'y. men bo'ldi. Mana. Bu pul az bo'lib qolgan o'xshamamdi. Aysham, bu Qoida bo'yicha o'yin qo'ysak, bir kechiga 500 qo'y olamiz. To'g'ri, 500 qo'y. Kent boshlig'i. Meni undaq yomon ko'rmang. Men ajrashib qaytib keldim. Mening qo'limdan hamma ish keladi. Meni ev qiling bo'lamdi. Yan tağlıq kendini taşlap, tağ sırtıdaki jirak nayiga berip ağanın paydası. Köңünümüz ağrısı mı? Yapa taşsak mı? Yanılarmış yedi turga yakışı. Meyliset kandaklı bulmuşsun, bizim bu yedimi aşkamayız. Yan tağlıq kentdeki meli baş buladı kemen. Sizler herkesimi aşkamayız, sizler. Kentnin janubidagi hiliqchon uyda turyotsizligi deyman. Chiqqanlar chiqqan bo'lgandikan, u siz bilan birga tursin. Bu yoqqa chiqib tomoq yeng. Siz tomoq yemagile 3 kun bo'ldi. Kun bo'yi quruqnoq ajrab yursangiz bo'lmas. Talaga chiqib ancha-muncha kun ko'ring. Turmushimizmi kenchi yaxshi bo'lib ketadi. Oysha. Voy. Nima degan chiroyli do'ppilar bu? Hamma. Men bu do'ppilarni o'zim nahiyalab, o'zim tikkandim. Nahiyada yerimni tikib olgan. Bu 3 kun ichida hammani bitirib etdim. Men bu do'ppilarni sotaymikin deyman. Birini 5 qo'ydan sotaman. Hamma, biz bundan keyingi kunlarimizni do'ppi tikib setib, birga o'tkazaylik. Hamma, men nahiyadan kiyim tikish mashinasi, yana ozroq shib og'ach keldim. Bu uyimizni shunday cho'ng bo'lgandikan, do'ppi tikish korxonasi ochaylikmikin deb o'ylayapman. Tikkan do'ppilarni sota olamizmi?
Men nahiyadagi chig'imda hukumatning mundaq bir hujjatining borligini anglagan. Bizdek bundaq ish qilg'uvchilarni yakka tijorat qilg'uchi deydi ekan. Biz hukumatga berib rasmiyat bejirsakla qonunli tijoratchi bo'lamiz. Nayt nurg'un odamlar yakka tijoratchi bo'lib, nurg'un pul tepib beyib ketdi. Hozir ularning turmushi shundoq yaxshi bo'lib ketibdi. Shundoq. Buningga hukumat yo'l qo'ydi. Mana. Biroq, Aysham, siz haydayotgan ayol degan yomon atoqqa qoldingiz. Uyda o'ltirib do'p tiksangiz bo'ladi. Biroq, sirtqa chiqib sotsangiz meningcha bo'lmasmikin? Kent boshlig'i, bizga yordam qilgan bo'lsangiz. Top satımen toppa. Top satımen. Top bilala. Bu toplarını görüp bakay. Ekil görüp bakay. Bu top chiroyliqkan go. Tikilishimi shundoq sippa. Nima degan chiroyli to'ppa? Bu necha pulkan, ha? Necha pul? Bundoq sipalik to'plar hozir az tepildi. Buning g'amini olay. Hey, bana setib ber, bo'lamdi. Ben nima olay? Ekil. Hey, siz? Bu aka, bu toplarını men alay. Her biriga 15 koydum beri. Qandaq? Bulanda. Ayşem degan bu xotinning qo'li kulgan emasmi? Yaxshi ekan. Ana yo'qay. Akalam. Yaxshi. Ayşemni yantaqlıq kentiga ip qağılıb olmamdı nima? O oyun qo'yish atritini taklif qilaman deb ching turib bir kechadala kentimizni ostin ustin qilib o'tdi. Bu xotin menga jang e'lon qilyapti nima? O bir haqiqiy ayol bo'lishni xohlamaydigan o'xshaydi. Tag'a. Nima bo'ldi? Yaramas. Tag'a, textamoq yemiga o'xshaysiz, bundan ozroq yeng, ha? Yo'qol. Yaqin. Adam bormi? Bu soltaklar o'yinni ko'rib bo'liblar, uyga chiqib o'tdi-da. Abdulla aka? Abdulla aka, sizni ismiga yerim qolmadi. Asli bu yerdansizda. Mana ko'ngil biladigan odamlarning hammasi mening doim bu yerga kelib, suv tugmining ovozini anglaydiganligimni biladi. Abdulla aka, men sizning oldingizga bir ishni o'tinib keldim. Ayting. Abdulla aka, menga hozir pul lozim bo'lib qoldi. Nurg'un pul lozim bo'lib qoldi. Men sizdan yeriqi do'ppilarni setib oldimikin deb so'rab keldim. 1 yil bo'ldi. Korxonadagi nurg'un do'ppilar besilib qoldi. Buningdan sizningmi xabaringiz bormi? Pul kerak bo'lib qoldi. Ayol kishi turib, pulni nima qilasiz? O'zingiz shaxsiy ishiltamsiz ya. Men shahardan kelgan o'yin qo'yish atritining ishini beray degan. O'zdan beraman degandingiz-ku. Aka, mundaq ishdi. Ular o'yinni yomon emas qo'ydi. Ularning o'yinini cho'ng kichik, qiyir yosh hammasi ko'rdi. Ham shunda xushal bo'lishdi. Bu yerdagi cho'nglarning hammasi bundaq o'yinni ko'rmagili uzun bo'pti ekan deyishib ketdi. Hatto sizmi xushalligingizdan o'ttirib tushib o'ynab ketdingiz-ku. Ular qancha pul oldi ekan? 500 ko'y. 500 ko'y? Ular nima degan yovuz? Ular bir oqshom futbolni lig'ishtirib qo'yiblar, 500 ko'y pul oladi ekan. Hey. Ayşemxon, endi balo qiladigan bo'ldingiz. Agar bu qatim ularning haqqini berolmaydigan bo'lsangiz, ishingiz chatoq.
Ayni chağındaki dolarlıqlarga özünü aldığın adamlarning tutqunni yegi tekkizmay apırıp daryoga tashlab o'tadi. Hozir o'yin qo'sh atratlari bo'lsa, balki sotqa arz qilish mumkin. Rostmi? Moshundaq cho'ng ishdimi sizni oldimdan? Aka, o'tinib qalay. Bozorga berib kelgan bo'lsangiz, siz bozorga borsangizlar hamma shal bo'ladi. Ha? Meni qo'yib o'tang. Meni qo'yib o'tang. Adam mama! Adam mama! Meni qo'yib o'tang. Nan. Nima ish qilyapsan? Qushqash tutdimi? Yo'q. Siz menga buyruq tushirgidek bo'ldingizmi? Ha? Siz o'zingizni do'p tikish korxonasining boshlig'i deb o'ylab qolibsiz-da. Yo'q, men undoq o'ylamadim. Esingizda bo'lsin. O'z vaqtida sayyor ishkinglar bilan gapni aniq deyish bo'lgan. Do'p sitish bo'lsa o'zimning ishi. Siz hamon buyruq tushirish huquqingiz yo'q. Besilib qolgan do'plarni bo'lsa, qachon setish, kimga setish, nega olib setish, bularning hammasi o'zimning ishi. Siz aralashmasiz bo'ladi. Uqdingizmi? Acaba erkinlik bilan xo'shallik bana mangu nasib bo'lmamdi. Xudo meni jazolashga boshlaganmidi? Kim? Gepinglar tugigicha tush ko'rgim kelib, o'zimni bekdas tutib oldim. Asqar, bu yerda nima qilib yurasiz? Akşamdan beri tügmençi yigitning o'rnida ishlab turdim. O qiz do'sti bilan ko'rishmoqchi ekan, biroq ruxsat ololmabdi. Shunga men uning o'rnida ishlab turdim. O xo'shalligidan o'qdek chiqib ketdi. Baya taş atgan sizmi? Albatta. Sizga qanday rahmat etsam bo'la? O'zingiz yolg'izmi? Yo'q. Yana bir kichik bola bilan chiroyli bir qizmi bor. Kichik bola bilan bir qiz? Boyatin tash etishgan Hasan bilan siz emasmi? Oy. O'qib ketdingizmi? O'ltirib oling. Ma'qul. Nima o'ylayapsiz? Agar qo'ygan o'yininglarning haqqini beramisam, sizlar ustimdan sotqa arz sunamsizlar? Shunday qilishimiz mumkin. Undaqda yuzim to'kilib ketmamdi. Agar siz sotqa tortilib qolsangiz, men oqlayman. Menda rostli sizlarga bergidek uncha ko'p pul yo'q. 400 koy bering bo'lamdi? Yo'q. 300 koy? Yo'q. Menda faqat sizlarga bergan 100 koydan boshqa bir tiyinmi yo'q. Amsa, ularni men taklif qilmagan deb tenib olsangizlar bo'lmadimi? Tenib olsam bo'lamdi. Bo'ladi. Bunday ishni biz burunmi qilgan. Biroq sizlarning o'zingizlarga tushlik qiyinchiliginglar bor. Ko'rsatgan o'yininglar yaxshi bo'lgandikin, shuningga loyiq qilsanglar bo'ladi. To'g'ri dedingiz. Amsa, bizga 500 koyni bering. Men sizga dedim-ku, menda uncha ko'p pul yo'q, rost. Siz yek tijoratchi emasmi? Anglasam korxonangiz bor ekan. Bir kunda qancha do'p tikisizlar? 30 ni tikimiz. Biz qo'limizda tikimiz. Bir do'p qancha pul? 5 koydan 10 koygacha. Ha? Anda bo'lsa sizlar 2 oydala millioner bo'lib ketmamsizlar. Amaliyotda bizning pulimiz yo'q. Chunki biz bozorga berib do'p sotolmaymiz. Boya bo'lingan gaplarni sizmi angladingiz-ku? Hech tushunmadim. Sizlar bozorga berib do'p sotsanglar nima qilib bo'lmaydi ekan? Chunki biz
erimizden ajrashib ketgan baxtsiz ayollar. Unda hosmin bo'pti. Sizning qo'lingizdan ish keladi ekan. Meningcha do'ppilarni o'zingiz bozorga olib keting. Qo'lingiz necha ayol ishlaydi? 12. Ularning hammasi yaqin atrofdagi yezi qishloqlardan kelgan ayollar. Ularning bir qismi menga o'xshash erdan ajrashib ketganlar yoki er tugab ketgan ayollar. Yana bir qismi yotliq bo'lishga unamay uydan qochib chiqqan qizlar. Yana bir qismi hunar o'rganib deb kelganlar. Aysham, siz bir to'p baxtsiz ayollarning boshlig'i ekansiz. Aniqki, mushundaq bekin maholatda turgan tog'liq kanatda soxtipaz bir kanat boshlig'i bo'ladi ekan. Besimga uchirishinglar muqarrar. Aysham, sizdan so'rab boqay. Siz nima uchun eringizdan ajrashib ketgan? Dadam nurg'un qarziga bo'g'ilib qolib, meni shahardagi birsiga yotliq qilgan. Men u erning qo'lida 3 yil turdim. Dastlabda men ayollarda bo'lishga tegishli noziklik ham muloyimlik bilan uningga e'tiqod qildim. Voyjon! Nasıl qapsiz? Birdan yetib aram elam. Nasıl qapsiz deyman? Birdan yetib elam. Yetim. Qiladigan ish topolmay do'p tikib o'tirdingizmi? Bularni tikib nima qilasiz? Siz mening sizlarga shunday qavsim keladi. Men bir sho'rpeshani ayol. Bir qitim palsa xussam, palchim shunday degan. Undaq demang. Siz tehi amdila 25 yoshga kiribsiz. Biz bilan tandimak ekansiz. Turmushingiz tehi yangi boshlanibdi. Keyingi kunlarda sizga yordamim tegib qoladi degan umiddaman. Juring, korxonangizni ko'rib boqay. Bu yoqqa men. Hamma, mehmon keldi. Voy, Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Appa! Qani, uy kiring. Tunugini oqshom qo'ygan o'yininglar shunday yaxshi ekan. Qani, kira. Rahmat. Fatimam. Rahmat. Qani. Qani keling. Guli, mehmonga choy qo'ying. Uyinglar bekkan ekan, a? Shunday. Ichida do'p tikansizlar? Ha. Kirib boqaymi? Bo'ladi, qani marhamat. Bizning bu uy sal qorong'u. Birdan keyin ko'nib qolasiz. Qani, o'tiring. Bu uy o'nkirga o'xshaydi ekan. O nemishqa karvatdan ostida kirib oldi. Axtar. Qo'rqmang. Bu yoqqa chiqing. U bizni yo'qlab kelgan mehmon. Qo'rqmang deyman. Qani, o'tiring. Qo'rqmang. U bizni yo'qlab keldi. Qo'rqmang deyman. Yo'q. Men qo'rqmayman. Siz qo'rqmang. O tunugun daryoga tushib ketgan. Shunga azroq qismisi o'rlab qolgan o'xshaydi. Yo'q. O mendan qo'rqayotganda qiladi. Bu nima uchun? Biz degan xalq xo'shalik etib keldigan o'yin qo'yish atirdi. O tunuga o'yin ko'mganmi? Ketim. Bu yerda butunlay menga o'xshash bechora ayollar bor. Ketim. Haqqa xo'shalik beg'ishlaydigan o'sha uyimizga ketim. Bu yer butunlay. Mushu bechora ayollarning ko'z yoshi bilan to'lgan. Berib naqshi etib usulimizni o'ynang. Ishkayingizda qani yo'l bo'lsin. Aysham, sizga nima bo'ldi? Sizga yordamim kerak emasmi? Yo'q. Siz degan shahardan kelgan o'yin qo'yish atirtining boshlig'i. Siz bu sahrodagi ayollarning ko'zidan nemishqa buncha yosh to'kildiganligining sababini bilmaysiz.
O qizchaqning ilgari baxtli kunlar bo'lgan. Hozir butunlay barbod bo'ldi. Endi 18 yoshga kirgan qiz 2 qatim yotliq bo'lib bo'ldi. Bir qatim uning dadasi maslikda. Uni birsiga yotliq qilgan ekan, u uzun o'tmay bu qizni xetini berib ketibdi. O texi balla bu. Sizlar hammani joyda xo'shal xo'ram baxt naqshlarini aytib yurgan chig'inglarda bizga o'xshash hozirgacha ko'zdan yosh qurmagan ayollarni xayolinglarga keltirib baqdinglarmi? Bu miskin ayollarni ko'rib ko'nglim intayin yerim bo'ldi. Ilgirki xo'shalliqlarim butunlay ko'pikka aylandi. Qiziq ish. Men tehi o'zimni xalq xo'shalliq beg'ishlag'uchi deb hisoblabdiman. Ayşe, tikkan do'ppilaringizni mehmon ko'rsatmamsiz. Qani marhamat. Tag'a, yuring. Qani, bu yoqqa. Nima degan chiroyli manzara. Mana bu chiroyli do'ppilarni ko'zidan yosh qurimagan bechora ayollar tikkan. Onu tutmam. O men tikkan do'ppi. Men bu do'ppi egisini yaxshi ko'rgandek yaxshi ko'raman. Ayshem, bu do'ppini menga bersangiz qanday? Yo'q. Ketaman. Ketamsiz? Ha, xo'sh hamsa. Xo'sh. Kasbiy oila turib, bir atimami pul yo'q ekan. Nima degan ichinishliq ish bu? Öydeki hesaba sırtqı to'g'ri kelmabdi degan shu-da. Onun ustiga bundaq bekinma joyining borlig'ini men faqatla o'ylamabdi ekanman. Qaraganda bizning bu yerdagi vazifamiz tugab qolgan o'xshaydi. Biz endi asta ketadiganning tayyorligini qilsak bo'lg'idi. Siz doim boshqalarning xayoli kelmaydigan ishlarni o'ylar ekansiz. Men bu yerni yoqtirib qoldim. Bu yerni ayt xilvat joy ekan. Shundaq, men bu yerni yoqtirib qoldim. Yana kelib bu bir alohida joy ekan. Shundaq bekin maholatda turgan kentda islohot etib berish osonga to'xtamadik. Shu emas, uning ustiga bu islohotdan shamilimikanmabdi. Ha, to'g'ri dedingiz, so'yimligim, ha? Ishingizni qiling. Men deganlaringizga qo'shilaman demoqchiman. Birodarlar, biz san'atlik turmushimizni tashlab, real turmushga qaytaylik. Biz mushundaq tuvan qatlamda bir mezgil yassak bo'ldik. Bizning yeshimiz oralli 20 dan oshdi. Biz faqat qahva, Coca-Cola'ni ta'min etadigan. Bundaq japoliq turmushni ta'min etmagan. Men heliqqa kasbiy oilaning turmush ahvolini o'z ko'zim bilan ko'rib keldim. Men bu ahvollarni sizlarga so'zlab beray. Mening yana bir o'yim bor. Ko'pchilikning meni qo'llashini umid qilaman. ilgari xonim qizlarning bu o'tqashda qizil do'ppilarni kiyishini, erlarning mana bu yeshil havorang do'ppilarni kiyib bu dunyoda texmi go'zal bo'lishini umid qilgan. Ammo hozir bu do'ppilarning tomga esiqliq turg'iniga o'zim bo'ldi. Buni hech kim bilmaydi. Bu do'ppilarni hech kim olmaydi. Xuddi bizga o'xshashlar. Taqa, o'yin qo'sh atritidikilar kelyaptamda nima? Qo'ng'iroq ovoz anglayapti. Qara faqay. Hey. Yaxshimsiz, katta.
Yaxshimisiz kent boshlig'i? Nima? Ketmoqchi bo'lyapsizlar, ha? Hürmetli kent başlığı, biz bir yeni yaktırıp kaldık. Biz yeni bir neçe gün durup özümüzü dostlayıp alaylı mı ki dağıtımız? Karıştırmaydıgan siz? Yo'q, biroq bu yerda sizlarga do'st bo'lgandek odam chiqmasmikin? Xotirjam bo'ling. Hatto sizmi bizga do'st bo'la olasiz. Xo'sh, kent boshlig'i, vaqtimiz chiqsa uyingizga sizni yo'qlab boramiz. Hey! Ko'krakning bor. Musha. Xo'sh, xo'sh. Bekri. Bekri. Mana. Abba, şerlik artma geldi. Yaxshimisiz? Qani, marhamat. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Yaxshimisizlar? Yaxshimisiz? Ayshem, ularni men boshlab keldim. Ayshem, siz bilan so'zlashadigan ish botdi. Asli umu misha do'pitkin ekanda. Bu uyda qarang'i, talaga chiqib paranglashayli. Ha, bo'ladi. Jirola. Chiqayli. Bu odam chiqib ketmay qarab turdi. Herkes korkmang. Biz ilişkin ko'rishgan. Esingiz keldimi? Men sizning yaralanganligingizni bilaman. Asli putingiz yorilib ketganda. Mana, men sizga do'rag'ash keldim. Avval bu dorini ichib o'ting. Bu yargı çaplaydigan dori. Yo'q. Men tingib qo'y. Qo'rqmang. Men sizga ziyonkashlik qilmayman. Sizning aqlingizga o'xshash. Bu yoqqa keling. Singlim, qo'rqmang. Biz tünügün keşiğini açkanda askar bir yerda bir qizning qizib yotganligini aytgandi. Men cho'qim siz deb o'ylagandim. Rastli siz ekansiz. Ayshem, bundaq ishdi. Biz sizga yordam qilishni loyiq tepib, hatto eshak harvularini haydab keldik. Sal turib ishlatgan do'plan harvig besib, bozog'i opirib setib beramiz. Siz kechda pul sanashni kutib tursangiz bo'ladi. Top setish kent boshlig'ining ishi. Onunğa dep yiqinglar. O qo'shilamdikin. Nadim undaq ish bo'lsin. Do'pplaning egisi siz tursangiz, meni setishma so'ng qilib qo'ysangiz bo'lmadimi? Shunda qilsak bo'ladimi? Nima ish qilib bo'lmagidak? Siz degan korxona mas'ul tursangiz, uning ustiga biz bor. Qanday dedim? Korxona boshlig'ining mushunda huquqi bo'ladi. To'g'ri, biz qaroringizni himoya qilamiz. Biror chatoq chiqsa. To'g'ri, biz qo'llaymiz. Asqar, amsa sizlarning deganinglardek bo'lsin. Yaxshi bo'ldi. Asqar, siz men qarabmı qo'ymayapsiz. Mening bu go'zal rang ruxsarimni ko'zingiz ko'rmayapti. Qaysi bir erkakning men bilan yaqinlashgisi kelmaydi. Hatto chet eldan bu yerga o'qishga kelganlarning meni yaxshi ko'rib qolganlari bor. Biroq men o'z muhabbatimizni asliga keltirish uchun alkizib yurgan ayollarning o'zini bo'ldim. Men oyoq bosmagan qumliq cho'l jaziralar qolmadi. Mana bu chet yiroq namrat kampda turayotganimga bir oydinmi oshdi. Qarang, mening pochaq bileklarimga oftobda ko'yib, xuddi negirlarning terisiga o'xshab qoldi. Buni ozdeb, bu yerdagilar mening nomerimni yaxshi ko'rmaydi ekan. Men hozir shundoq yolg'izlik his qilyapman. Siz menga ozroqmi ko'rinmayapsiz? Meni avval. Men sizni shundoq hurmat qilaman. Sizning biz bilan birga kelganligingizdan to'liq minnatdorman. Ikkimizning munosabatida o'zgarish yo'q-ku. Yaxshi-ku. Siz ikkimizni o'tirishga munosabatdan bakli rozi. Shundaqmi? Lekin heliqi do'ppichi ayol bilan bo'lgan munosabatingizni yana bir baldoq ko'tarmoqchi. Men sizga shuni deb qo'yay. Men kentlik ayollardan so'radim.
Heliq kent başlığı Do'ppichi Ayşem degan ayolni bakli yaxshi ko'rdi ekan. Hey, tashqi qaranglar. Axtar biz bilan bilib olsin, so'ngingizda ichilib qoladi. Hey, meni agar ko'rinmaydi qo'y. U atganda nashq qilayotgan chog'da yo'qdi. Hey. Tinchlikmi? Qalt söyneringiz bor ekan, ha? Siz ular bilan birga bormadingizmi? Sizningcha men sizga yordam berish uchun o'rlashtirgan faoliyatga qatnashamanmi? Siz hozir bek xo'shal bo'lib ketyapsiz. Topma Asqar bilan tugmanda birga bo'lgan kundan boshlab xo'shalligingiz ichingiz patmayotdi. Siz yolg'ondan xijil bo'lyapman. Men hammani o'z ko'zim bilan ko'rdim. Sahrolik tul xotin turib, qalt söyneringiz bor ekan, ha? Nimaga kulasiz? Sizning chiroyingiz, batan shaklingiz mo'mininkidan chiroyli ekan, ko'ksingiz mo'mininkidan yo'g'on ekan. Shunga har qanday erlarni o'zingizga qarab tanlaydi ekansiz. Uning ustiga siz to'y qilgan xotin qanday qilsa erlarga yaxshi ko'ringil bo'ladiganligini bilasiz. Qanday qilsa erlarning ko'nglini erishni bilasiz. Albatta. Siz mendan ko'p tajribalik. Bo'ldi jo'ylama. Siz bek rahimsiz kelsiz. Har qancha rahimsiz bo'lsam, sizchilik rahimsiz emasman. Men yurtmayman. Erlar kelib endi sizni o'zimni topsin. Men sizni rozi qilaman. Ayjon! Ko'zimda yo'qol. Sen o'zingga o'xshash bir ayolni haqoratligidek qoldingmi? Bu yerdan yo'qol. Gullu, qani qo'rdini ichinglar. Axtar bilan ishkinglar pul ilishqa mas'ul bo'linglar. Axtar, men bu qo'lni tanlayman. Qo'lni kelinglar. Kelinglar. Bu topqinni shunday yarashga ilama. O'qarchi kitgan. Besraylik ekan, ha? Yaxshi, ben o'qarchi kelgan. Bu. Tugatdi. Voy, xudo, asli yarashdi. Bu da Talab bilinglar. Buni kim fiqam? Bu shundan yaxshi do'ppa. Bu do'ppa zaten. Bu do'ppalarning hammasini chiroyli ayollar o'z qo'li bilan tikkan. Biz shunda qo'lda tikilgan do'ppa ham oilada ishlatilgan nafis buyumlarni izlab suratdik. Biz bu narsani izlab nurg'un joylarga berib keldik. Oxiri ko'nglimizga joy tikibsizlarmiz. Men sizlardan so'rab boqay. U ayollarning gulda kunlari bor ekan. Ular yana oilada ishlatilgan kashti buyumlarini tikanda, masalan, dariz pardasi, dasturxon, yotqan deganlarga o'xshash narsalarni demoqchiman. sizlar ism kartoshkangizni bering. Abdunum rayonluq tashqi savdo idorasidan kelsizlar. Siz va'dadan bo'lasiz. Shundoq. Bu do'plardan xiljiq olamsizlar. Shundoq. Xinjiangning bu kashti buyumlarini chet elliklar va qarindosh o'lgidagi odamlar bek yaxshi ko'rdi. Sizlar do'p chiqarxonanglar bu kashtilarni bizga tikib beralami? Ideal mushundaq kashti kerakdi. Axtar, bu yoqqa, Axtar, bu yoqqa, bu yoqqa. Tezroq bo'l. Bu kashtilarni o'z qo'lingiz bilan tikkan. Qudaymi, ha? Ko'rsat. Bek chiroyli. Gel. Bunda qilaylik. Biz sizlar bilan uzun yillik to'xtam tuzsak, qanaqa deysizlar? Uzun yillik to'xtam? Shunday. Vah, ajab yaxshi bo'ldi. Hamda biz bir ketadigan bo'lsak, do'plarni bo'ldi. Hozirda do'plarni ishlatay. Siz o'tirib kelishim. Men o'tirib kelishim. Eshik qachmaydi. ilk to'lg'imi usul o'ynaydigan qizni ko'rgansizlar, ha? O chochlarini xuddi metis qo'yning yung'utak qilyapti. Yana texi xuddi qon ichib olgandek og'zini qip-qizil qilyapti. Ko'zini bo'yi o'lib ishimni ko'rmay.
Bu yoqqa kela. Bu yoqqa kel deyman. Bu yoqqa kela. Hey, bu yoqqa kela. Birodar, sening isming nima? Mening ismim Bakri. Bakri. Hey. Sen bana kent başlığını tepiş veremsen. Men kino kögülü bağmak çıktım. Vah! Sülenin bir yedi kino koyun da. Elbette, şenmison sizni birga ip baray. Ma'qul, men sen bilen kino kögülü baray. Bırak sen bana kent başlığını tepiş versen cumu. Boladi. Ma'qul, şuna qilayli. Siz nimaga chiroyli, siz kinodagi eng chiroyli qizlarga bek o'xshaydi ekansiz. O'shanda. Hey, kinoni nimda başlamaydı ha? Aldırmay turing, hozir boshlaydi, ha? Tek içim pishib ketdi. Kinoni qachon boshlaydi so'rab ber. Tezroq qo'ymansa. Kinoyingni qo'ymansa. Nimaga aldaysan? Apparat buzilib qoldi, hisoblab qolmadim. Apparat buzilib qoldi emasmi, ha? Bo'ldilar, tek içim pishib ketdi. Bu yerdan ketaylik. Bu yer katta varang churinkan. Jiring ha? Kino tekimini Berib, kent boshlig'ini izlaylik, jiring. O ayada. Siz kimsiz-ku? Meni tanıdыңызmı? Mening bu yerligimni qanday bildingiz? Meni u boshlab keldi. Yaramas, yo'qol. Ma'qul, yo'qolay. Yo'qol o'tman. Usulni yaxshi o'ynaydi ekansiz. Sizni yaxshi o'ynaydi ekansiz. Meni biror ish bilan izlab kelganmidingiz? Meningcha siz haqiqiy erkak emas ekansiz. O'z vaqtida mana bu suv tugminni xalq ommasiga men qo'mondonlik qilib yasab chiqqan. Hey, u degan o'tib ketgan ishlar. Mening demoqchi bo'lganim, siz qo'l ostingizdagi bir tul xotinni boshqarolmayapsiz. Sizga bakli ichinyaptiman. Nima? O nima bo'pti? Sizning uni yaxshi ko'rganligingizni bilaman. Biroq u xotin besilib qolgan do'ppilarning hammasini o'yin qo'yish o'maktikilarga berib, bozorga olib sotqizib Kim shundoq deydi? Men da'vatman. Buni men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Ishonmasangiz berib qarab beqing. Bu xotinniza! Ayşem. Bu yoq chiqing, siz deydigan gapim bor. Yaxshimsiz? Mening Ayşemga deydigan gapim bor. Kent boshlig'ining Ayşemga deydigan gapi bor ekan, biz chiqib turaylik. Eyliq do'ppilar qani? Abdulla aka, gapimga quloq soling. Qulog'im sizda. Yana qanday sabablaringiz bor ekan, ayting. Manga azroq pul lozim bo'lib qolgan. O'yin qo'yganlarning pulini bermoqchi edim. Yana Axtar degan baxtsiz qizga yordam qilmoqchi edim. Baxtsiz qiz? Siz degan erdan ajrashgan tul xotin. Yana qaysi yuzingiz bilan haqning ishiga aralashsiz? Siz shu qarang. Eng yaxshisi o'zingizni obdaroq boshqarib oling. Anlasam, siz yana odam tiliga ilishib bo'lmaydigan ishlarni qilib yuribsiz. Borasizmi? Yo'q, gapni qilmang. Bu menga qilingan haqorat. Nima chiqib do'ppilarni boshqalarga berib o'tsiz? Ayting, siz ayting. Sizning meni boshqarish huquqingiz yo'q. Siz yaxshi ko'rdiganligimni hamma odam biladi. Necha vaqtdan beri men sizga oz yordam qildim, ha? Mush qilgan yordamim uchun bo'lsa-mu, bugun sizni obdaroq adablab qo'ymaydigan bo'lsa.
Ayşem, ben bo'lsam kent boshlig'i. Siz bo'lsangiz erini ajrashgan bir to'q xotin. Lekin shundoq yaxshi. Necha yildan beri men sizni xotin qilishni o'ylab kelyapman. Men sizni kunda ko'rib tursam-mu, lekin qalbim shundoq azoblanayotdi. Mana shu azoblar meni boshqa bir odam qilib qo'ydi. Bo'libmi, o'yin qo'sh atirib kelgandan keyin mening azobim texmo og'irlashdi Ayşem. Sizga shuni aytib qo'yay. O'yin qo'yish atirda tikaylik asqa degan narsaga men shundoq tushib ketdim. Yurttaşlar, biz o'yin qo'yish atirtidikilar sizlar nima yomonlik qildik? Quruq ketmani olishqir. Top satgan pullarni bu yerga qo'yib qo'yib, darhol kentimizga ketish. Yantaqli kentda ikkinchi tagich bo'lsa, bu yerga ketish. Bu yerga ketish. Kelinglar. Nima qilmoqchi? Urishmoqchimi? Qo'yay, ular urushyapti-ku. Hey! O'yin qo'yish atirtibdilar. Sizlar nimada bizning kentimizning ishiga arishyaptilar, ha? Bu ishni biz top tikish korxonasining boshlig'ining havolasi bilan qildik. To'g'ri, to'g'ri. Ayşem degan xotinni eri taloq qilib o'tgan. Uning gapi hisob emas. Ajiba oldingi kuni bizning o'yinimizni ko'rgan chaqda uning gapi hisobga elinib tutgan, buni unutib qoldinglarmi? Xotinimdan anglasam, o'yin qo'yish atirtidikilarni Ayşem pul chiqarib taklif qildi ekan. Unda quruq gaplarga ishonmanglar. Men degan kent boshlig'i. Ayşemning puli, benim pulim. Sizlar dop satgan pullarni menga berib, bu yerdan darhol ketinglar. Ketinglar. Voyjon. Yurttaşlar, urishmanglar. Hakam bu yoqqa. Sen Aqtarebanga hamroh bo'lgandan beri qarab boqay. Yurttaşlar, urishmanglar. Bunday. Öz odam turib, bu shunday so'qishib yursak, sat emasmi? Abdulla aka. Dadamdan anglashimcha, 30 yil ilgari u bir belak dolan nag'mishlarini boshlab, sizlarning bu yantaqli kentga kelib o'yin qo'yib ekan. Ularning ichidagi bir kirishgan dolan yigiti bu kentdagi bir go'zal qizni yaxshi ko'rib qilib, yuraklik bilan uni bu yerdan olib ketib ekan. Garchi heliqi qiz olamdan o'tgan bo'lsa-mu, uzun yillardan keyin heliqi yigit mana mush kentga qaytib ketdi ekan. Atdın tushing Abdulla aka. Ben davatgan o yigit dal sizg'u deyman. Abdulla aka. To'g'ri, o'lib ketgan qiz mening hammom bo'ldi, ismi Lola. Hey, qo'linglarni tashlanglar, qo'linglarni tashlanglar. Bu so'zni tanidingizmi? Onet. Bu dolan nag'machilarning ustozining ismi. Siz bu so'zni chep baqqan. Abdulla aka, qaraganda siz dolanlıqlarda buluş tegishlik ro'yingizni yo'qotgan o'xshaysiz. Tosh dolan muqam ustozi Ahmetning o'g'li. Bilamanki, bu ishlar sizning o'rinlashtirishingiz bilan bo'lgan. Bilamsiz. Siz o'zingizning g'ururiga, huquqiga muxolif ish qilib qo'ydingiz. Men sizning ilgari xalq xo'shallik etgan dolan san'atkor ekanligingizni o'ylamoqdiman. Siz kichkina huquqqa erishib olib, kishilarni erkinlikdan, baxtdan mahrum qilibsiz. Aqtar adamni yuziga niqob tortib olgan bir er kishi o tarafga ip qochdi.
Oyun koyuş atasını gülermeyim. Allah. Aktan. Gelin kızım. Aktan. Kurban. Kurban. Kızını derhal Ayşem'nin karxanasına apırıp be. Kızını yine satadigan bolsang, men seni Yantağlık kentidan haydaydiman. Oldu mu? Hay 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 hay. Men bu oynaydı. Mening usulumni asqarligida qilishmaydi. Qani hammanglar chiqib o'ynanglar, o'ynanglar. Men yoshligimda do'lan talakar etdim. Usul deganni mana mushundoq o'ynaydim. Toza bir o'ynanglar-ku. Kiranglar, kiranglar. Kiranglar. Aslan o'ynanglar, o'ynanglar. Yaxshi, yaxshi. O'ynanglar. Usul deganni mana mushundoq o'ynash kerak. Başqalar bilan birga mangmapsiz-ku. Men bu mashina bilan shaharga kirib, chet elga chiqadigan ishim to'g'riliq Nevra akam bilan so'zlashmoqchi edim. Boshqalarga siz deb qo'yasiz. Aslida bu o'makka qatnashmasangiz bo'pti ekan. Men faqat sizni deb bu o'makka qatnashgandim. Sizdan intayin minnatdorman. Shundaqla afsuslanaman. Keyingi pushman o'ziga dushman degan gap bor. Sizning kasobatingizdan bir maydon qirg'inchilik yuz bergani oz qoldi. Buni siz uchun. Hey. Söyish bilan o'chmalik bir vaqtda mavjud bo'lib turolmaydi. Mashinaydim. Stop. Mashina to'xtating. Men tushib qolaman. Bu cho'llikda tushib qolib, nima qilasiz? Shaharga borganda ondan tushib qolmamsiz. Yo'q, tushib qolsam bo'lmaydi. Xayr, xo'sh. Xo'sh emsa. To'xta. Men tanımadыңызбы? Men Bekri. Uzun bo'ldi, ko'rinmaysiz. Nega berib keldingiz? Men shaharga berib kino qo'yishni o'g'itish kursiga tizimlab keldim. Keyin shaharga kirib o'qiyman. Ha. Bekri, biz yomon illatlarimizni tashlab, yaxshi odam bo'lishimiz kerak. Albatta, traktor chiqib oling. Bo'ldi. Rahmat sizga. Men atrofni ko'rgach. Piyoda mangay. Sizlar ketaveringlar. Bo'ladimsa, men cho'qim yaxshi o'qib, kantimizga sharaf keltirman. Kantimizga yana o'ynag'ili kelsangiz, meni yilib kino qandimizda. Men cho'qim ashab ishlayman. Asqarmisiz? Shundoq. Anlasam, siz bu yerda qolib qolibsiz. Ozroq bir narsa yozay deb bu yerda qolib qoldim. Axtarning 3-chi qitimliq to'yini men buzib etdim. Men uning dadisining adabini tozib berdim. Endi bundoq ishlar yuz bermaydi. Anlasam Axtar to'pi tikish korxonasiga ishga chiqibdi-ku.
Anlasam, kentimizge bir sekreter kelgidek. Kent başlığını mı başqadan saylıqdaymış. Yaxshi bo'pti-ku. Sekretar kelib, sizga yordamlashsa, zimmangizdagi yuk yengillaydi emasmi? Qarang, chachlaringiz tushib ketibdi. Men Ayshamga deb sizga bir do'ppi tiktirib beray. Yo'q. To'yinglarni qachon qilaylik deyapsizlar? Buni tehi o'ylashmadik. Onu cho'qim amringizga edim. O yaxshi bir ayol. Men unga yuz kelmayman. O'tirib mening temi o'rilib tushdimi nima? Tugman o'rilib tushmabdi. Suv to'xtab qilib, chaq belak cho'kilmay qolibdi. Yolg'on aytyapsiz. Yolg'on aytyapsiz. O'ylab beqam. Cho'nchilar cho'ng tugmanning temi o'rilib tushsa, ikkimiz bu yerda bexarama paranglashib tura olamdik. Beshingizni burab qarab beqing. Yo'q. Qaramayman.